bu autoimmuniy kasallik deyilyapti-da. Autoimmuniy bu immun tizimingiz o'zizga o'zi qarshi bo'lib qoladi. Bu jarayonni siz muzlatsangizgina kasallikni yenga olasiz. Xuddi bitta davlatni o'zini politsiyalari o'zini fuqarolariga hujum qilganda ekan. Xuddi shunaqa. O'zini himoya qilish kerak aslida, lekin o'ziga hujum qilyapti. Xuddi shunaqa ekan. Bo'lmasam bu boshqa turdagi dorilarga, tabletkalarga unchalik bo'ysunmaydi va kasallik rivojlanib ketaveradi. Dorini kamaytirsangiz ham ahvolingizda yomon o'zgarish bo'lmayotgani aslida kasalligingiz muzlayotganidan darak beradi. Ozgina kuch kirgan, endi bularga juda sekin o'zgarish bo'ladi. Hadini o'qib yuravering. Mana shu tarqoq sklerozni 3 ta belgisi yaqqol borda bo'ladi. Skandirlashgan nutq, mana ataksiya bilan yurishi, tremorlar, ana nutqida gapirishda ham sal qiynaladi. Gapirishlari shu holat. Harakatlanib yurib turibsizmi? Sal mashq qilib turavering. Shu. Yaxshi bo'lib ketdi, xudo xolisa. Yaxshi bo'ldi.